haqida gaplashib oldik. O'quvchilarimizni kayfiyatini ko'tarish uchun, o'quvchilarimizni yanada o'sha bilimga chanqoq bo'lishligi uchun, o'quvchilarimizni, ustozlarimizni xursand qilish uchun Samarqand shahridagi ixtisoslashtirilgan san'at maktabining 10-sinf o'quvchilari, ya'ni an'anaviy cholg'u bo'limi o'quvchilari, ustozlari tashrif buyurishgan. Hozir konsert dasturimizni boshlaymiz. O'quvchilarimiz ko'pchiligi hozir tushlikdan qaytgan yana kelib joylashaveradi. Marhamat ustozlar, marhamat san'atkorlarimiz. Bir-biringizni. Biz ham qutlaymiz sizni. Bugundan bahor do'stlar. Tilimizda xush kalom. Ko'klamga bering salom. Shu bugundan qish tamom. Bugundan bahor do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, muhtarama xonimlar hamda aziz janoblar. Kelajagimizning bunyodkorlari, aziz o'quvchilar. Bilsangiz, san'at bu qalb tarbiyasi, did va tafakkur maktabidir. Shu sababli ham ilm bilan bir qatorda san'atni ham bilgan inson komillikka yetaklanadi. Shu sababli Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktabi an'anaviy cholg'ular bo'limi 1-kurs talabalar ansambli konsertiga xush kelibsiz. Guldiroz qarsaklaringiz. Bu yurtda alasiz tong otmas. Sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas. Sohiblar gardini o'rganlar. San'atdan baxtini topganlar. Menga navbatni Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktabi an'anaviy cholg'ular bo'limi doirashular ansambliga beramiz. Ansambl rahbari Azamat Suvonov. Marhamat.